Bismillahirrohmanirrohim. Aziz dindoshlar, ba'zan inson tiliga erk berib, farzandini qarg'ab, farzandiga la'nat so'zlarini aytib yuboradi. Gohida xonadonida aka-ukalar urushib qolganda bir-birlariga la'nat aytib yuboradi. Ba'zan insonlar sen bilan qiyomatda gaplashaman deydigan gaplarni gapirib yuboradi. Bu borada la'natlangan tuya haqidagi hadisni esga olishligimiz, eshitishligimiz bizlarga juda katta ta'lim, tarbiya bo'lishligi muqarrardir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir safarda yo'lda ketayotganlarida ansorlardan bir ayolning tuyasi qaysarlik qilib oldinga qarab yurmadi. Ozgina no'qidi, ozgina ozor berdi qamchi bilan. Bu holatda ham tuya yo'lga yurishlikka unamadi. Shunda haligi ayol o'zini tuyasiga la'nat aytib yubordi. La'nat bo'lsin senga, la'nat bo'lsin yurmasang dedi. Payg'ambar alayhissalom eshitdilarda tuyani ustidagi yuklarni olinglar va o'zini qo'yib yuboringlar. Chunki u mal'un bo'ldi dedilar. Ya'ni mana bu o'rinlarda hadisdan o'rganadigan manzillarimiz shundan iborat ekanki, la'nat aytish oqibati nimaga olib kelyapti? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la'natlangan narsa yonida qolmaslik kerakligini amaliy ravishda ko'rsatdilar va la'natlangan tuyani jamoatdan ajratish buyrug'ini berildi. Ya'ni tezda yukni olinglarda o'zini qo'yib yuboringlar dedilar. Ya'ni hayvonga la'nat aytish mumkin emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda ham hayvonlarga la'nat aytishni qat'iy man etganlar. La'nat aytuvchilar qiyomat kuniga borganda na shohid va na shafoatchi bo'la olmaydi deb mana shu mazmundagi muborak hadisni ham aytib o'tganlar. Shuning uchun azizlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu joyda e'tibor berayotgan joylariga bizlar ham e'tibor beraylikki, safar chog'ida tuya egasiga itoat etmadi. Yuk ko'tarishdan bosh tortdi yoki yo'l yurishni rad etdi. Ayol sabri chidamadi, tuyasiga la'nat aytdi. Ya'ni Allohning rahmatidan uzoq bo'l degan ma'noni so'zladi. Payg'ambar alayhissalom mana shu joyda yuklarini olinglar. Nima uchun? Tuyani jamoat bilan birga qolishlikdan qaytaryaptilar. Endi u narsa mal'un deb e'lon qildilar. Jamoatni uzoqlashtiryaptilar. Ayolga amaliy ta'lim berib, la'natning oqibati shu boyligingdan ayrilasan dedilar. Shuning uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tuyani so'yinglar yoki jazolanglar demadilar o'sha paytda. So'yvor bu tuyani demadilar. Yo uringlar, jazo beringlar demadilar. O'zini qo'yib yuboringlar dedilar. Chunki tuya o'z-o'zidan aybdor emas. U hayvon la'natni egasidan so'ramagan. La'natni aytgan inson javobgar bo'ladi. Hayvonga nisbatan rahm, shafqat vojib bo'ladi. Shuning uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa bir muborak hadislarida ham mo'min kishi la'natchi bo'lmaydi. La'nat aytuvchilar qiyomat kuni na shahid, na shafoatchi bo'la oladilar dedilar. Mana shu o'rinlarda la'nat aytish mo'minga mutlaqo yarashmaydi. Nima uchun Payg'ambar alayhissalom bu ishni qildilar?
bunday qildilar deyilsa, hatto hayvonni yuziga ham urishlik man qilingan. Hayvon ham Alloh taoloni zikr qiladi dedilar. Shuning uchun bu hadis bizlarga 3 ta muhim nuqtani o'rgatadi. Birinchi, tilni saqlash, g'azablangan vaqtda la'nat aytmaslik. Ikkinchi, la'natni oqibati la'natlangan narsadan barakot ketadi. Uchinchisi, rahm shafqat, insonga ham, hayvonga ham adolatlik bo'lish. O'zingiz xulosa qiling. Hayvongaki la'nat aytishdan Rasululloh qaytardilar. O'z bolasini la'natlayotgan otadir, onadir. Ko'zimga ko'rinma, yo'qol, bo'yning uzilsin, unday bunday degan gaplarni gapirayotganlarda xonadonidan, umridan, rizqidan, taqdiridan juda katta ulkan barakotlar ketadi. Bu hadis shunga hujjat bo'ladi. Inshaalloh tillarimizni ehtiyot qilib va la'nat degan so'zdan yiroq bo'lishlik hammalarimizga nasib qilsin.